Yaxshimisilar? Endi darsimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Biz bu ikkinchi qismlik darsimizda Python'ning yana yangi bir maxsus a'zosi bo'lgan yoki o'zalik bo'lgan lug'at degan bu mazmunni dars ishlaymiz. Lug'at. Başta lug'atni bir tushuntirib qo'yaylik. Bu lug'at degan nima? Desak, odatda sizlar o'sha biz ishlatayotgan lug'atni ko'z oldingizga akasanglar bo'ladi. Masalan, bir uyg'urcha lug'at, uyg'urcha arabcha yo uyg'urcha inglizcha degan lug'atni ko'z oldingizga akasanglar, boshida nima bo'ladi? Bir lug'atga so'z bo'ladi. Undan keyin yendicha uning tarjimasi yoki tushuntirilishi bo'ladi. Qarasak, biz yana ashunda xususiyatga ega bo'lgan bir o'zgargichni biz Python'da aniqlay olamiz va uning ismini dictionary deydi inglizcha. Biz buni uyg'urcha lug'at deb ishlasak bo'ladi. Misol biz boshqa qaraylik. Lug'atni qanday aniqlaymiz? Qolgan ismdan boshlasak bo'ladi. Masalan, qaraylik mana. Lug'at deylik. Ammo qaranglar. Biz buni aniqlash shakli qanday bo'ladi desak, maqiti mana. Qaranglar, matnni ishlatdik. Endi ichki mazmunlar qanday qarab boqaylik. Qanday to'ldi? Qanday buningki a'zolarini beramiz. Mana qaranglar. Birinchi a'zo nima bo'ldi? Bir so'z bo'lgan bo'ldi. Masalan, qaranglar, bir deb yozaydi. Endi qaranglar, lug'atda a'zolari ikki tane bo'lakdan tarkibda bo'ladi. Buni birinchi bo'lak biz nima deymiz? Buningki ochqichi deymiz. Qaranglar, ochqich inglizda key deydi. Biz buni ochqich deymiz. Uniki qo'shik qo'yamiz. Uniki bu ochqichning qiymati nima bo'ladi? Desak, qiymati mana. Qaranglar, 1 yazsak bo'ladi. Mana. Endi ikkinchi a'zosini berib boqaylik. Qaranglar, mana 2. Mana ikkinchi ochqich. Buning qiymati nima bo'lsin? Mana 2 yozib tayyorlaylik. Tugdi. Yana birini yozib tayyorlaylik. Undan keyin davom qilamiz. 3 bo'lib qoldi bu. Chiroyli qildik buni. 3 unutilamiz. Mana qilamiz. Mana 3 yazsak bo'ldi. Bundan keyin mana buni taqvatishimiz kerak. Mana o'xshash tirnoq bo'ldi. Endi qarasanglar, buningki tizimlik bilan qanday farqi bor? Qaranglar, ko'raylik. Qaranglar, tizimlik. Mana tizimlikni qanday shakllantirgan edik biz? Ikkisining farqini ko'rish uchun yozatmada bu mana. Qaranglar, mana 1 2 3 4. Bundan keyin qaranglar, mana tizimlik. Mana ikkinchi bir tizimlik deydi. Qanday yozatdik buni? Mana qarasanglar, qolgan narsa bo'lsa bo'ldi. Qaranglar, mana 1 qanday qilamiz? 2 yana qanday qilamiz? 3 deb yozatdik. Endi ikkisining farqini bir ko'rib o'taylik. Bundan keyin darsimizni davomlashtiramiz. Bu qarasanglar, lug'atda qanday bo'ldi? Lug'atning a'zolari 2 tane tarkibi bor. Qaranglar, ochqich dedik, qimmat. Ochqich dedik, qimmat. Yana ochqich dedik, qimmat. Tizimlikchi. Tizimlikda qarasanglar, a'zolarningki birli tarkibi bor. Qaranglar, qimmat. Qanday qimmat? Ikkisi yana ikki boshqa a'zolardan tarkib topgan bo'ladi. Unda biz yakunlasak, mana lug'atning har bir a'zosi 2 tane a'zodan tarkib topgan deymiz. Mana bu tutgan bo'ldi. Unda biz buni sinab boqaylik. Buni sinaymiz. Sinashdan burun albatta biz nima qildik? Buni biz saqlab oldik. Mana saqlab o'taylik. Qaranglar, saqladik. Buni ism berib o'taylik. Qanday bo'ldi bu? 5-haftamizninki 2-dars bo'lganligi uchun bunda bir ism qo'ydim. 5-haftaning 5-si, hafta 5 yoki 5-hafta bo'ladi. Chiroyli bo'ldi. Yaxshi. Endi yozib boqaylik. Qaranglar, print. Kim yozib boqay? Lug'atni yozib boqay. Lug'at. Mana saqlab oldim. Command save F5 chekdim. Ko'rdinglarmi? Xato chiqdi bu. Nima xato chiqdi bu? Desak qaranglar. Line 4da invalid miyada ko'rdinglarmi? Tenglikni unutib qoldik. Shunga mana qaranglar, miyada buni narsa yo'q. Ishki is not defined deydi. Shunga unda biz miyani unutaylik. Mana tekrar command save yaptim. Qoldi. Mana F5 desak, qaranglar mana 1 2 3 chiqqan bo'ldi. Agar men bosgan bo'lsam-chi, buni siz zaten yozib ketdingizlar. Print kim tizimlik to'g'ri yozgan bo'ldim. Comment save F5 qaranglar.
bunda butun a'zo bo'lgan bo'ldi. Mana bu ikkisini farqi bu. Yaxshi. Buni tushundik. Endi biz bularniki a'zolarga qanday erishimiz? Buni qaraylik. Masalan, sizga agar bizda oddiy bir tizimlik bo'lsa qanday erishadiq? Qaranglar, tizimlikdagi erishish uchun mana erishadiq. Qaranglar, mana. Print. Ko'rdinglarmi? Qaranglar, tizimlik shunama maxsus bir a'zosi erishmoqchi bo'lsam, qanday qilardim? Mana buniki indisini beradi. Masalan, qancha? 2 yozib boqay. Command save F5 qancha berdi? Mana ko'rdinglar, 3 berdi. Chunki 0 1 2. Mana ikkinchi indisga to'g'ri kelgan qiymatni yozdim, 3 ko'rdim. Endi biz mana lug'atning a'zosini yozib boqaylik. Qanday yozamiz? Buniki mana qaranglar, print kim yozaman? Lug'at. Mana lug'at. Undan keyin qaranglar, bu yerda qanday qilamiz? Buni qiymatiga erishamiz. Qaranglar, o'xshash mana tirnoqni ishlatamiz. Ammo biron qiymat kim o? Boshqa. Qaranglar, 1. Mana command save F5. Ko'rdinglarmi? 1 ko'rdim. Agar 2 dan bosh bo'lsam-chi yoki 3 dan bosh bo'lsam-chi, qaranglar 3 ni boqaylik. Bundan keyin to'xtaymiz. Print, qaranglar, nima lug'atning nimasi? Lug'at. Undan keyin buning qiymatini bilishim kerak. Xato yozdim-a? Bo'lmaydi. Mana buning qiymati nimasi? Mana 3. Ne bersam, command save F5, qaranglar. Kimni ko'rdim? 3 ni ko'rdim. Endi mishakandek yana kichik bir gapni o'taylik. Demak, lug'atni o'rlashtirgan vaqtida 2 tane a'zodan tarkib topgan shaklda o'rlashtirish shakli aniqlayotganman. Birinchi oldiki qiymat ochiqcha to'g'ri keldi. Keyingi qiymat kimga? Shu ochiqcha to'g'ri kelgan, mos kelgan qiymatni ko'rsatamiz, tutgan bo'ldi. Endi qanday erishimiz? Desak, bir-birlab erishmak uchun agar tizimlik bo'lgan bo'lsa, indis kerakdir. Bu butun son bo'ladi, 0 yoki manfiy sonlar. Ammo lug'at bo'lgan joyda-chi, lug'at bo'lgan vaqtida biz nima ish qildik? Cho'qim sherdagi k yana ochiqchani beramiz, undan keyin qiymatga erishamiz. Tamam, buni ko'rib olgan bo'ldik. Endi qarab boqaylik. Bundan qiymatni qanday o'zgartiramiz? Qiymatni o'zgartmak uchun o'xshashlikni qilinglar. Masalan, lug'at deydi. Mana lug'atniki kimi? 2 ga 20 deganni berib boqaylik. O'xshashlik mana. Mana asla 2 ning qiymati qanchadi? Ismini beraman. Qaranglar. 2 deganga kimga qanday berib boqay? 20 yozib boqay. Tugdi. Qaranglar, mana. Endi yana qayta yozib boqaylik buni. Lug'at. To'g'ri yozdim-ku, deymi? Xato yozsam, buni ijro qilmaymiz. F5. Ko'rdinglarmi? Mana. Naqatim 20 keldi. Va buni qanchadi? 2. 2 dan 20 ga mana kirgan bo'lib ketdi. Tugdi. Endi natija keldik. Kimi? Bu lug'atningki a'zolarini praktikam ekranga yozib boqaylik. Qanday yozamiz? Ha? Qanday qiymatni yozamiz deganga qarab boqaylik. Buning 2 xil usuli bor. Qaranglar, boshda shundan tizimlikni yozib boqaylik. Shuni ikkisini solishtirgan asosiy ishlayapmiz. Qaranglar, masalan, qanday yozamiz tizimlikni? in mana qanday tizimlik, shunami? Tizimlik. Qanday qilamiz? Print kim yozaman? Buraya aynı yozib boqay. Command save F5. Kimni ko'rdim? Qaranglar, mana 1 2 3 4 5. Bunda bo'lsa o'xshash shaklda kim yozib boqaylik? Biz lug'at yozib boqaylik. Qaranglar, for in kim lug'at. Mana qo'shcheket kim yozib boqaman? Print i. Mana command save qildim F5. Kimni ko'rdim? Qaranglar, 1 2 3 ni ko'rdim. Ha, bu yerda qisqa bir gap yursak bo'ladi. Agar mening bir lug'atim bo'lsa, bevosita ini lug'atning doirasida ijro qilsam, buning bir kimga? Bevosita kimni? Ochiqchani berdikan, menga qiymatini bermaydigan. Biz buni ko'rib olgan bo'ldik. Agar shu yerga qiymatni erishmoqchi bo'lsa, qanday erishamiz? Qaranglar, bunda biz mana o'zgartirib qo'yaylik. Qaranglar, mana qilamiz bu yerda. Qisqa bir tushuncha berib qo'yay. Chunki mana ish qilamiz. Lug'atning kimlar? Ochqochlarni qanday qilamiz? Bosamiz. Endi ikkinchisi ish qilamiz. Qaranglar, mana endi lug'atning qanday qiymatlarini bosib boqaylik. Qiymat
Derine qanday basımız? Qanday basımız? Bunu qanday usul bo'lishi mumkin? Eng ko'p ishlatilgan usullar shu. Qaranglar. Balki cho'qim faraz qilib bo'ldinglar menlar. Buni biz yana shunday bosimga bir aylaylik. Mana for kimni boshlatdim? Index dedim. Index emas bu a'zolar. Qaranglar lug'at debatdim. Mana bunda ikki ish qilma, men kirib qaranglar print. Mana o'zgartmanda. Ben nima ish qilman sanlar qaranglar mana qilgan ishim shu. Mana yana lug'at. Bu kimni birmi? Qaranglar mana. Miyaga i'ni biratman. Mana tırnaqni o'chirdim. Deb command qanday save F5. Ko'rdinglarmi? Başdagi lug'at mana bular kimni bosdi? Mana bu mavish ochqichdan bosgan bo'ldi. Ikkinchisi qarasanglar qimmatini bosgan bo'ldi. Zaten az o'zida biz mesh qilgan edik-ku. Qaranglar nima bo'ldi? Lug'atning ichiga, tirnoqning ichiga agar ochqichni bosam qimmatni bosatdim. Miya kim keldi? I bevosita ochqichlarni temsil qildi. Bundan bo'lsa o'xshash miya kelsa mana aynan bo'ldi. Ochqichni lug'atni ichiga berdim, qimmatini ko'radigan bo'ldi. Mana bu mana qanday qimmatlarga erishimiz va yoki qanday qimmatlarga ochqichga erishimiz buni ko'rgan bo'ldik. Endi yana bir qatam ikkinchi bir usul qilib boqaylik. Qanday ochqich qimmatlarini bilishning ikkinchi xil usuli. Mana qanday qilamiz? Mana yana bir tushuncha berib qo'yay. Qandaylar qimmatlarni buni qo'ya olishib ketmasin qilamiz. Qimmatlarni bisishni ikkinchi xil usuli deb qo'ying usuli. Qaranglar, bu qatam ma'lumotni boshqacha shakllantiramiz. Mana for I in deymiz. Deymiz bu lug'at, mana lug'at. Ama qaranglar, yana bunun bir funksiyasi bor. Qaranglar mana values. Bu funksiya qaranglar qo'shib qo'ydim mana. Endi qarab qaranglar. Mana print kimni bosaman? I. Command save. Qolsa bu yerga bir tane tushuncha berib qo'ydik. Mana bu qo'yganda qimmat besish. Qimmatni bosimiz. Birinchi deyli ikkinchi xil usul. Mana qilsaylar, ikkinchi xil usul. Command save F5. Rasmma, mana qimmatni bosimiz ikkinchi xil usul. Mana har ikkisi o'xshash. Bu yerda oldi bilan ochqich berishimiz, ochqichni qanday qilamiz? Qimmat qilib lug'atga bergan bo'ldik. Miyada-chi bevosita xalqini biz qimmatlarga asosan shakllantirgan bo'ldik. Endi yana bir qilib boqaylik. Suhbat qilib aqlingizga kelishi mumkin. Qimmatlar uchun bu values bor ekan deb. Agar ochqichlar uchun shunday bir xalqim bormi? Desak, albatta bor. Qaranglar, unda bo'lsa biz qilib boqaylik. Buni qaranglar. Print deymiz. Qaranglar, mana ochqichlarni basimiz. Qanday bo'lsin? Bu ikkinchi xil usul bo'lsin. Birinchi xil nima edi? Aqlingizda bormi? Mana birinchi usul bo'lmadi. Qaranglar, bevosita lug'atni shu xalqini ijro qilsak, bizga ochqichni bosatdi. Endi biz ikkinchi xil usulni qilib boqaylik. Qaranglar, mana for I in deymiz. Lug'atdan boshlatdim. Lug'at. Nima bo'ldi bu qatim? Case. Mana qaranglar deymiz. Print. Mana kim deymiz? I desak, qaranglar, mana hammasini ko'rasiz. Command save